O'zbekistondagi hozirgi kunda eng katta maxluq gigant bo'lgan mashina bu Jackni pikapi T9. Buni 8i ham bor. Hammasida shartnoma ochiq, ulgurib qoling chaynab o'tiribsizlar. O'zbekiston ahli ulgurib qoling. T8 va T9 ga gigantligi bo'yicha, gabaritligi bo'yicha hozirda O'zbekistonda nomer 1. Akalar, O'zbekistonda deyarli o'zini segmentida yagona bo'lgan avtomashina Jack T9 avtomashinasi bo'ladi. Voy, Mirzoxon aka 149 million to'lov bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Shunaqa boshlang'ich 149 million ana shu maxluqni, katta gigantni olishingiz mumkin bo'ladi. Buni o'zi narxi 399 million, lekin boshlang'ich misol uchun 100% to'lamasdan avtokredit ham imtiyozli qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Aka, buni shu yerda to'xtatavering, shu yerda arzon qilaveraylik. Nima deysiz? Yo'q, o'tamiz. Oxirigacha boramiz. Oxirigacha chiqamiz. Biz oxirigacha boramiz. Voy, mashinani qarang, aka. Mana shunday gavdali mashina bu yerdan qiynalib o'tyapti, lekin boru. Sobir akamizni tajribalariga qo'l qolamiz. Yuravering, aka, bu tomon zo'r. Mashinani kattaligini qarang-a. Mirzoxon aka, buni uzunligi necha metr aka bu? Bu adashmasam 5-10 shunaqa 5-20. 5-10. Akalar, piknikka yaxshi ko'radigan akalarimiz uchun bundan zo'r variantini topa olmaysizlar, sanasizlarmi? Orqasida 1 tonna, 2 tonna yukingizni ham bemalol yuklab olib chiqib kelsangiz bo'laveradi. Chiqamiz Jonik, chiqamiz bu yoqqa. Tepada obzor qilamiz biz buni. Chiqamiz, tamom. Qo'ysangiz aka. Chiqamiz. Bo'ldi. Chiqmagan nomard. Jinnilik bo'lsa. Mana, молодец. Nisimayapti-ku bu mashina. Молодец. Chiq. Prizmevat qilmayapti. O, gap yo'q. Rulni burib yubordingiz aka, tekislangda rulni. Ashunda, rul tekislang. Gap yo'q. Chinasini ham kattaligini qarang-a. Zo'r. Chiqmagan nomard, aytdim-ku. Chiqamiz. Endi tog'li yo'llarda vashim zo'r bo'lsa kerak aka bu. Mirzoxon aka, xo'p. Azxon aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Rahmat. Voy, bu juda katta aka, bu balandligi ham qarang, podveskasini aka. Bemalol qo'shni hovli ham ko'rinar ekan aka. Shunaqa. Gap yo'q. Xo'p, aka, buni avtosalondagi narxi necha pul turadi? Hozir narxi 399 million. Agar misol uchun hammaga aniq, hammada 399 million pul topilmaydi. Agar boshlanishiga где-то shu 140 million bo'ladigan bo'lsa, shu Cobalt'ni puli deylik. Cobalt'ni puli bo'ladigan bo'lsa, ana shu mashina olib ketishlari mumkin. Avtokredit qilib beriladi, imtiyozli avtokredit. Foizlar juda past qilingan, qilib beriladi, olib ketadilar. Foizda chiqadi aka. Shunaqa. Gap yo'q. Akalar, o'tavering. Yoniga aka, nima deysiz? Matizni ham chiqarib ko'radimi? Orqasiga yuklash kerak edi. Qo'ymaysiz. Voy, gap yo'q. Aka, narxi necha pul turadi deysiz, salondagi narxini? Shu 399. 399 million so'mga aka, siz mana shu mashinani sotib olgan bo'larmidingiz? Oldi dizayndan qaysi avtomashinaga, ya'ni qaysi maxluq qo'shqatyapsiz buni? Kommentariyada bemalol fikringizni yozib keltiring. 149 million so'm bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi, bemalol. Xo'p, aka, bu shinalar necha bo'ladi buni razmeri? Tak, endi hozir aytamiz. 8 ekan aka? R18. 265 ga 60 R18 yumshoq bo'ladi. Xo'p, avtomashinada beskuluchli do'stliklari bor, podnoshkalari qo'yilgan. Mana salonlari do'stlar ko'rayotganmiz seni. Xo'p, aka, bu 4 ta balonni xohlasa 4 ta balonda yurishadi, xohlasa 2 ta balonda. Shunaqa. Ana shundoq. Gap yo'q, o'rindiqlari ham polnistik qo'shalik bo'ladi. 5 kishilik avtomashina. Zavodni o'zidan bemalol olib chiqib kelsa bo'ladi. Motor qanaqa aka buni? 2 turbina bo'ladi. Mashina pnevmada mana. Hech qanaqa emas, avtomatda. Bo'ldi. 2 litrli turbina nechta otkichi? 200 ta ko'pmi? 200 dan oshiq. Endi pikaplar bular shunaqa bo'lishi kerak o'zi. O'zi shunaqa bo'lishi kerak. Shunaqa. Turishini ham qarang aka, vashi bor-ku. Gap yo'q. Ana avanikasini yo'yayotgan joyi BMW X7 dan o'g'irlangan, oldi murdasi. To'g'risida. Ana logotip tushmagani, lekin faralari xuddi shunaqa. Orqasida ham akanchimcha ikki olib ketsa bo'laveradi. Bemalol. Orqasida ana hattoki ko'pchilik bizga komment yozgan ekan. Mana bu bagaj ochilgan payti bor-ku, mana bu. Xo'p. Bagaj ochilgan paytda ko'pchilik aytgan ekanki, bu odamni ko'tarmaydi. Yo'q, bu asli piknikka chiqqan payt mana bunaqa o'tiriladigan joy bu. Bu skameyka. Voy, bu odamni bemalol ko'taradi. Ko'pchilik aytgan ekanda, ko'tarmaydi, pachoq bo'lib ketadi. Yo'q, unaqa emas. Bemalol. Chiqsangiz ham ko'taradimi aka? Ha, bemalol. Gap yo'q. Xullas, orqasida ham liboy yukingiz olib ketsangiz bo'laveradi. Falon pulga
Tahoe yoki bo'lmasam Cadillac olgandan ko'ra ana bu mashinada to'pqa chiqgan aka, maza qilasiz. Mazza. Xolos. Aka, bularning rasxod qanaqa berilgan? Rasxodi ikki turbina bo'lganligi uchun boshida bir 15 litrni ko'rsatadi. Aha. Kitobida aytilgani bo'yicha 11,5 deyilgan. Endi sredni to'g'risini aytishganda 12 litrli edi. 12 litr yeydi. Ha. Chunki motor 2 litrli turbina motor bo'ladi aka. U zavodskoy endi ko'pchilik qora deb o'ylayapsizlar aka mashinani. Men o'zim ham qora deb o'yladim, lekin oldilari mana bu joylari polistli plastmas zashita bo'ladi. Mashinamizning rangi oq bo'ladi aka. Lekin qora bilan oq kombinatsiya bo'lganiga yomon chiroyli turar ekan aka bu. Gap yo'q. Akalar, Barchenani Sergeli to'rda hokimiyati orqa tomonida joylashgan China Motors'da yangi filialda kutib qolamiz. Mirzohid aka o'zi shu yerda aslida xolos aka. Shunaqa xizmatda bo'lamiz. Gap yo'q. Joningiz omon bo'lsin. Akalar bemalol kelib avtomashinani test drive qilib, yo'qsa undan keyin olib chiqib ketsanglar bo'ladi.